Assalomu alaykum, aziz hamyurtlar, vatandoshlar. Toshkent, Moskva, Toshkent yo'nalishi bo'yicha navbatdagi reysiy avtobusimiz. Do'stlar, sizlar bilan Abdurahmon Ahmedov yana bir bor. Inshaalloh mana bugungi dushanba kungi reysimiz amalga oshyapti. Kimda-kim sifatli reysiy avtobusda Toshkent shahri Abu Sahiy avtovokzalidan Primoy, Kotelnikiga hamda Orenburg, Samara, Penza, Rezan shaharlariga, Mordoviya shaharlariga ketmoqchi bo'lgan fuqarolarimizni tavsiya qilamiz do'stlar. Dushanba, payshanba kunga xuddi shunaqa sifatli reysiy avtobusda ketsanglar bo'ladi. Soat 14:00 dan 17:00 gacha kelib o'zingizlarni chiqib keladi. Mana o'zimizning ishonch kassamizdan xarid qilsanglar bo'ladi do'stlar. Savdoda adashmaylik. Chiqamizmi bizlar? Ha, albatta. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Esmisiz aka? Qaysi shaharga ketyapsiz o'zi? Moskva. Doim qatnaysizmi aka? Shobir akamiz necha kunda bir borib kelasizlar aka? Yo'llar qanaqa? Sharoitlar qanday? Kunga borib kelamiz. Sharoit juda yaxshi. Konditsioner o'chmaydi mashinada. Mashina yangi. 2024-yil mashina. Mashina zo'r. Hech qachon yo'lda yo'lovchilar mashinadan norozi bo'lmaydi. Hamma joyda. Fuqarolar hozir ko'p savol beryapti. Chegarada qolib ketyapti, boshqa bo'lyapti. Chegara endi avtobus ko'payib ketsa sal qoladi. Chegarada turib qoladi. Ataku dokument bo'yicha problema bo'lmaydi-yu. Savdeshga qancha birmenadi? Ishga bo'lsa 1-2 soat. 2 soat. Qatlar ketadi. Tojikiston fuqarolari nima deysiz? Tojikiston fuqarolarini fuqarolari 2 sutkalar ta'minlashadi. Tojikistonniki qiyin, ha? Tojikiston fuqarolariga tavsiya qilamiz ekan, aka-ukalar, bemalol kelib ketsanglar bo'laveradi. Sifatli reysiy avtobusda Toshkent, Moskva, Toshkent yo'nalishi bo'yicha Abdurahmon Ahmedov sizlar bilan aka. Oq yo'l, yaxshi yetib oling, salomatchilikda ko'rishaylik.